بسم الله الرحمن الرحيم القارعة O'z dahshatlari ila odamlar qalbini qattiq qoquvchi qiyomat yaqindir. Mal qari'a O'sha qattiq qoquvchi nima? Va ma adraka mal qari'a Uning nimaligini qayerdan bilasiz? Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth U kuni odamlar ko'pligi va to'zib tarqalishi jihatidan xuddi atrofga to'zg'igan parvonalarga, o'zini o'tga uradigan kapalaklarga o'xshab qoladi. وتكون الجبال كالعهن المنفوش Tog'lar titilgan har xil rangli yunglar kabi havoda uchib yuradi. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية U kuni kimning yaxshi amallari tarozida og'ir bossa, u jannatda hamma rozi bo'ladigan hayotda bo'ladi. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية Kimning yaxshi amallari tarozida yengil kelib, yomonliklari bosib ketsa, uning joyi hoviya, jahannamdir. وما أدراك ما هي Ey payg'ambar, hoviya nimaligini bilasizmi? نار حامية U qattiq qizigan o'tdir.